o'rganib ketdim. A, Dastur asosidagi darslar. Bizda navbatdagi dars. Jarayondan natijaga. Bu degani nima degani? Demak, odatda ko'pchilik men ingliz tilini o'rganmoqchiman deydi yoki men ingliz tilida gapirmoqchiman. Lekin ingliz tilida o'rganish yoki gapirish yoki bo'lmasa matematikani o'rganish yoki suzishni o'rganish bu o'lchab bo'lmaydigan narsa. Biz mana shu bir maqsadni amalga oshirishda jarayonlarni natijalarga aylantirishimiz uchun uni loyihalarga bo'lib chiqishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, agar men turnikda tortinmoqchi bo'ladigan bo'lsam, men turnikda zo'r tortinaman emas, balki o'shani jarayonga bo'lishim kerak. Misol uchun, turnikda 10 ta tortinish yoki bo'lmasa keyinchalik turnikda 20 ta tortinish yoki 30 ta tortinish bo'lishligi mumkin. Ingliz tili misolida yoki rus tili, koreys tili misolida aytadigan bo'lsak, koreys tilini zo'r o'rganish emas, balki koreys tilida bitta koreys inson bilan 15 daqiqa muloqot qilish yoki bo'lmasa Angliyaga borib turib bitta ingliz odam bilan bemalol tarjimonsiz suhbatlashish yoki ingliz tilidagi kinolarni subtitrsiz ham ko'ra olish. Mana bu aniq o'lchash mumkin bo'lgan natija hisoblanadi. Siz ham katta loyihalarni, katta maqsadlarni amalga oshirishda aynan maqsadlaringizni kichik loyihalarga bo'lib oling. Shunda o'zingizda qilayotgan ishingizda samarasi ko'rinishni boshlaydi. Bo'lmasa miyamiz butun boshli ishni katta bir ish sifatida va odatdan uddalab bo'lmaydigan vazifa sifatida qabul qiladi. Shuning uchun vazifalarni kichik loyihalarga bo'lamiz va jarayondan natijaga o'tishni boshlaymiz. Ushbu video ostida audio orqali alohida darsni kengroq yoritib berishga harakat qilaman. Fikr va mulohazalar bo'lsa, video ostida qoldirishingiz mumkin.